Men bu odam sizga sal g'alatiroq deb tuyulmaydimi? Menga sal g'alatiroq tuyuladi. Menda bunisi ham shunaqa. Sal g'alatiroq tuyuladi. Bularni bo'lsa umuman gapirmasa ham bo'ladi. Lekin umumiy olganda bu insonlarda ko'pchilik xohlagan mashhurlik bor. Menda savol juda ko'p bo'lgan hozirgacha bo'ladi. Nega odamlar bularni kuzatyapti? Va buni men javobini topganman. Va buni sizga tekinga yetib berishim mumkin. Bizani hammamizga yoshligimizdan qanaqadir ramkalar chizib berishgan. Ya'ni bunaqa kiyma, bunaqa o'zingni tutma, bunaqa dema, bunaqa yurma, bunaqa gapirma, itagdali. Va bizani oldimizda ramkadan chiqqan odam ko'ringanida, u insonning o'zini tutishi, qilayotgan harakatlari bizani e'tiborimizdan tortadi. Chunki bu ishni bizga hech qachon qildirishmagan va biz qilmagan ishni kimdir qilayotganini ko'rganimizda bizani e'tiborimizdan tortib, u odamni ko'rishimizga, kuzatishimizga, eshitishimizga bu nima qilyapti o'zi, bu bilan qanaqa yashayapti deb tomosha qilishimizga sababchi bo'ladigan holatlardan bittasi bo'ladi. Shuning uchun shaxsiy brend qilayotganda odamlarning e'tiborini olish, ularning vnimaniyasini tortish eng muhimi hisoblanadi. U insonlar sizni eshitishi, eslab qolishi va sizni hayotingizga, sizni o'zingizga qiziqishi uchun va bu jarayonda qolgan odamlardan qanaqadir jihatda boshqacharoq bo'lib farqlanib turish tavsiya qilinadi. Men sizga aynan bu odamlardagi bo'lib chiqing demoqchi emasman, shu joyiga ahamiyat bering. Lekin agar hamma bilan bir xil bo'lib chiqsangiz, katta ehtimol bilan ko'pchilikga qiziq bo'lmaysiz. Shunaqa gaplar fikrimni yetkiza olgan bo'lsam, bitta like bosib qo'ying. Shaxsiy brend Instagram bo'yicha ko'proq ma'lumot olib turish uchun albatta sahifamga obuna bo'lib qo'ying.